Assalomu alaykum. Bugun 25-iyul 2026-yil. Ro'paramizda Dubovskiy rozvoy uzumimizning nishona hosili. Buni o'tgan yili payvand qilganman. Mana hozir rosa pishib yetildi. Bu soyada bo'lgani uchun to'liq rang olgani yo'q. Hozir buni razmerini bir ko'rasiz. Mana kattaligi, uzunligini ko'rishingiz mumkin. Dubovskiy rozvoy uzumi to'liq pishib yetildi bugungi kunga. 5 santimetrlar chiqyapti. Hozir buni ichini ko'rsataman. Bunaqasi kelsa qoldi. Mana. Suvli uzum. Bunaqangi go'shtli uzum emas, suvli. Shu Husayniga o'xshaydi. Juda ham mazali. Shakar to'plashi yaxshi. Yuqqa po'choq. Yeganingizda sezilmaydi. Juda ham yaxshi uzum. Juda serhosil. Dubovskiy rozvoy. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. Hozir bu uzumimizni og'irligini o'lchab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Nishona hosil bo'lganligi uchun shu eng katta donlarini ko'rsataman. Shu 3tasini hozir o'lchab ko'ramiz. 14 gram. Bunisi 15 gram chiqdi. 15 gram. Bunisi ham 15 gram chiqdi. 5 gram. 30 gram. 44 gram. Shuttasi mana 44 gram chiqdi.